Hammaga salom, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun yana yangi video rolik. Xudo xolasa foydali bo'ladi degan umiddaman. Bu shtukaturka suvoq sepadigan apparatimiz. Hozir shuni qisqacha obzor qilib tushuntirib o'tib ketaman. Bu shtukaturniy stansiya 220 volt tokda ishlaydi. Bu tarafda rastor sepadigan shlankasi ulanadi. Bu tarafda suv ulanadi va bu yerda rastor solinadi. Bu esa motori. Bu bilan bir kunda 250-300 kvadratgacha shtukaturka suvoq sepsa bo'ladi. Albatta 4 ta odam. A few moments later. Hozir biz Moskva shahrida shtukaturka qilyapmiz kvartiralarni. Asosan bu shtukaturniy stansiya kvartiralar uchun mo'ljallangan. Oson, udobniy, olib kirib, olib chiqishga. Hozir kichkina kvartiradamiz. Mayaklarni qo'yganmiz. Bu burchaklarimiz ham 90 gradus. Ertaga xudo xolasa birinchi kun shtukaturka sepishni boshlaymiz. Bu apparatni qisqacha sepish jarayonini obzor qilib o'tib ketaman, ko'rsatib.